Dasturimizni xushxabar bilan boshlaymiz. 2026-yil 5-avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 7:00 dan 9:00 gacha Xitoy Respublikasining Haiyang Sharqiy kosmodromidan Starvision kompaniyasi tomonidan O'zbek kosmos agentligi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan Samarqand 2028 yerni masofadan zondlash sun'iy yo'ldosh muvaffaqiyatli orbitaga chiqarildi. Samarqand 2028 sun'iy yo'ldoshining uchirilishi O'zbekiston Respublikasi tarixidagi eng yirik xalqaro kosmik loyiha bo'lib, mamlakat milliy kosmik dasturi rivojidagi yangi bosqichni boshlab berdi. Mazkur loyiha shuningdek O'zbekiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasidagi strategik ilmiy-texnologik hamkorlikning yangi sahifasini ochmoqda. Missiyaning eng muhim jihatlaridan biri shundan iboratki, Starvision kompaniyasining xalqaro loyihalari tarixida ilk bor O'zbek kosmos agentligi muhandislari tomonidan ishlab chiqilgan sun'iy intellekt moduli sun'iy yo'ldosh tarkibiga integratsiya qilindi. Mazkur texnologiya sun'iy yo'ldosh tomonidan olingan ma'lumotlarni bevosita orbitaning o'zida qayta ishlash imkonini yaratadi. Natijada uzatilgan ma'lumotlar hajmi sezilarli darajada qisqaradi. Natijalarni olish tezlashadi hamda keyingi tahlil jarayonlarining samaradorligi yanada oshadi. Missiyaga alohida ramziy mazmun bag'ishlayotgan jihatlardan biri sun'iy yo'ldoshning Samarqand 2028 deb nomlanishidir. Ushbu nom bejiz tanlanmagan. U 2025-yilda Sidney shahrida bo'lib o'tgan 76-chi Xalqaro astronavtika kongressi davomida qabul qilingan tarixiy qarorni ifodalaydi. Aynan O'zbek kosmos agentligi tashabbusi va sa'y-harakatlari natijasida Samarqand shahri bir ovozdan 2028-yilda bo'lib o'tadigan 79-chi Xalqaro astronavtika kongressi mezboni sifatida tanlangan edi.